Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizni 4-darsimizda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. 4-darsimizda sizlar bilan sxemalar haqida gaplashamiz. Sxema o'zi nima? Sxema bu xuddi uylarning loyiha chizmasiga o'xshaydi. Har qanday uyning qurilishidan avval uning loyihasi chiziladi. Xuddi shunday bizning elektronikada ham, ya'ni robototexnikada ham qanaqadir qurilmani yasashdan oldin uning albatta chizmasini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi element qayerda turishi, qayerdan qayerga bog'lanishi va hokazo narsalarni aniq ko'zimiz bilan ko'rishimiz uchun, tasavvur qilishimiz uchun bu sxema bizga kerak ekan. Keling endi bu sxema bilan tanishamiz azizlar. Azizlar, mana bu belgi o'zgaruvchan tok manbaining belgisi hisoblanadi. U bizning rozetkamizdagi 220 voltdan kelayotgan o'zgaruvchan tokni belgilashda ishlatiladi sxemada. Keyingi belgimiz esa bu o'zgarmas tok belgisi hisoblanadi. Bu doimiy tok manbai belgisi hisoblanadi. Ya'ni 5 volt, 12 volt bo'lishi mumkin va hokazo. Mana bu yoqda plus va GND yer minus belgilari chizilgan bo'ladi. Bu doira shaklida bo'ladi. Keyingisi mana bu belgimiz esa bu diod hisoblanadi. Diodlarimiz bir tomonga tokni o'tkazadi. Mana bu katod qismi, bu esa anod qismi. Bir tomonga tokni o'tkazadi va bir tomondan to'sadi. Keyingisi bu esa kondensator belgisi. Agar sxemada mana shunaqangi belgini ko'rsangiz, kondensator bo'ladi u yoki o'zingiz ham kondensatorni chizmoqchi bo'lsangiz, mana shu shaklda chizasiz ekan. Keyingisi bizda LED chiroqchamiz hisoblanadi bu. LED chiroqchamizda qarang, bu ham diod ko'rinishida bo'ladi, faqat o'zi aslida LED chiroqchamiz ham diod qaysidir ma'noda. Lekin mana bu joyda qarang, nur sochuvchi diod degan ma'noni anglatadi. Mana bu katod qismi, bu esa anod qismi ekan. Davom etaman. Mana bu ham LED chiroqchaning sxemadagi belgisi hisoblanadi. Faqat bu belgimiz indikatorlar uchun ishlatiladi. Ya'ni indikatorlarni sxemada belgilash uchun ishlatiladi. Bu doira nimani bildiradi? Doira bu LED chiroqcha tashqi, ya'ni qurilmaning korpusida joylashganligini bildiradi. Ya'ni sxemaning ichida emas, korpusida. Bu esa MOSFET tranzistor hisoblanadi. Gate, drain va source oyoqlarini ko'rib turibsiz. Keyingisi esa motor, ya'ni elektrodvigatel motorni siz bu yoqda sxemadagi chizmasini ko'rib turibsiz. Bu plus oyog'iga va bu minus oyog'i ekan. Xo'sh, bu bizda tranzistor, PNP tranzistorimiz bizning sxemada mana shunday chiziladi. Yana davom etaman. Bu ham elektr manbai hisoblanadi. Ba'zan mana shunaqa chizilganini ko'rishingiz mumkin. Va sxemalarda turli xil chiziladi bular. Mana bu ham plusni bildiradi, plus quvvatni, mana bu esa GND minusni bildiradi ekan. Bu esa rezistorimiz. Rezistorlar juda ham ko'p sxemalarda chiziladi. R1, R2, R3 deb turib ketma-ketligi beriladi. Uning qarshiligi ham yozib qo'yiladi yoki ba'zan ular yozilmaydi. Ranglariga qarab yoki sug'urib olib o'lchashingiz mumkin bo'ladi. Davom etaman. Rezistorning ikkinchi ko'rinishi ham mana shunday chizilgan bo'lishi mumkin. Bu ham, demak, buni ko'rib qolsangiz ham, demak, bu rezistor ekan. Xo'p, qarang, biz barcha elektron komponentlarning chizmalarini birma-bir ko'rib chiqish niyatimiz yo'q. Ya'ni bu o'rinsiz deb o'ylayman. Esingizda ham qolmaydi. Endi biz qanday yo'l tutamiz kelajakda har bitta o'rgangan elementimizning qanday qilib sxemada chizilishini o'rganib,
va o'sha sxemada uni chizib ishlatib ketaveramiz. O'shanda ham ishimiz osonlashadi, ham eslab qolishimiz yaxshi bo'ladi. Biz birdaniga yuzlab elektron komponentlarni o'rganmaymiz. Birma-bir, bosqichma-bosqich, demak, siz bilan o'rganamiz ekan. Azizlar, biz hozir siz bilan oddiy LED chirog'ini rezistor yordamida 5 voltlik quvvatga ulab yoqish sxemasini chizishni boshlaymiz. Ya'ni oddiy qog'ozga. Keling, birinchi quvvatni chizib olamiz. Ya'ni DS quvvati, ya'ni doimiy tokni chizib olamiz. Ko'rib turganingizdek, u mana shu tarzda sxemada chiziladi. Mana. Endi minus tomonidan men sim tortaman. Ya'ni bu sxemadagi sim desak ham bo'ladi. Mana bu yoqda, keyin bu yerda to'rtburchak siz bilan ko'rib chiqdik rezistorlarimizni. Mana shu shaklda rezistorlarimiz demak sxemada aks ettirilar ekan. Bu 220 ohm belgisini chizib qo'yaman mana bunday qilib. Mana 220 ohm rezistorimiz. Undan qayerga boradi? Demak, LED chiroqchamizning katodiga boradi. Azizlar, LED chiroqchamizning ham boya qanday qilib chizilishini o'rgandik siz bilan. Mana bu tarzda edi. Demak, tepaga qarab strelka bilan nur chiqib turganini tasviri ham bo'lar edi. Bu LED chiroqchamiz ekan. Demak, bu anod tomonidan esa chizib mana bu tarzda bu yoqqa qarab chizib, mana uni plyusga ulab qo'yamiz. Shu bilan biz sxemada LED chiroqchamizni aks ettirdik. Ya'ni 220 ohm rezistor va quvvat manbaini aks ettirdik. Plyusini mana bu yoqqa anodga tutashgan, minusi esa rezistor orqali qayerga? Katodga tutashgan. Azizlar, bitta muhim jihat bor. Ya'ni mana bu 220 ohmlik rezistorimizni mana bu yo'lga ham chizsak bo'laveradi. Lekin odatda ya'ni katod tomonini belgilab olish uchun yoki bir qarashda katod tomonini aniqlash uchun rezistorimizni katod tomoniga qo'yishadi. Lekin bu tizimda rezistor qayerda turishini ahamiyati yo'q. Bu zanjirda bu tokni cheklaydi baribir. Endi azizlar, sizlar bilan mana shu chizgan sxemamiz bo'yicha o'sha barcha elementlarni breadboardga yig'amiz. Azizlar, bitta narsani tushunib oling, siz sxema bo'yicha breadboardga yig'a olishingiz yoki breadboardga yig'gan bo'lsangiz, uni sxemada chiza olishingiz kerak bo'ladi. Chunki nima uchun bu narsa muhim? Masalan, siz bironta loyiha qildingiz va u loyiha o'xshadi. Endi u loyihani siz saqlab qo'ymoqchisiz. Uni deylik saqlab qo'yadigan bo'lsangiz, qaysidir ma'noda chizmasini saqlab qo'ysangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Chizmasini saqlab qo'yish bu eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Endi keling, biz hozir birinchi qiladigan ishimiz siz bilan nima bo'ladi? Birinchi qiladigan ishimiz siz bilan mana bu quvvatni bir o'lchab ko'rishimiz kerak. Ya'ni bizda necha volt quvvat bor ekan? Mana bu yoqda bizga 5 volt kerak edi chizmamizda. Mana shu tursin. 5 volt kerak edi. Qani bizda quvvat manbai 5 volt beryaptimi? Tekshiramiz. Mana azizlar, 5 volt beryapti. Ya'ni qora bizda simimiz va qizil simimiz 5 volt. Demak, 5 voltni biz mana bu ikkita yo'lga tiqib olamiz. Ko'k va qizil yo'lga. Mana shu tarzda. Ko'ryapsiz? Demak, ikkinchi qiladigan ishimiz esa rezistorimiz bizda
220 ohmmi yo'qmi, o'shani tekshirishimiz kerak. Albatta har bitta elementni tekshirib, keyin sxemaga qo'ying. Mana qarang. Men 220 mi tekshiryapman, ishlaydimi yo'qmi tekshiryapman. Mana 2 kilo ohmga qo'yib tekshirasiz va mana ko'rib turibsiz, bizda 215 ko'rsatyapti. Bu degani 220 ohmlik rezistorimiz degani. Bo'ldi. Endi ledimiz kuygan bo'lsa yonmaydi, buni tekshirmasak ham bo'ladi. Xo'p, sxemamiz bo'yicha minusdan rezistor orqali ledning katodiga bormoqda. Keling, mana shu joyga rezistorimizni o'rnataman. Mana bunday qilib. Demak, hozir nima bo'ldi, azizlar? Minus oyoqdan, ya'ni minus GNDdan bizning ledimizning anodiga, yo'q, adashdim, katodiga mana boryapti. Mana katodi bu tomonda. Katodiga boryapti. Mana. Endi bitta jumper kabel bilan esa uning plus oyog'idan, keling men orqasidan nima qilay, ko'rishingiz uchun. Plus oyog'idan, uning plus oyog'idan, mana plus oyog'idan, ya'ni anodidan to'g'ridan to'g'ri plus yo'lagiga bitta sim tortilyapti. Mana azizlar. Mana bizda ledimiz yondi, ko'rib turibsiz. Avvalan bu tajribani siz bilan ko'p takrorlagandik, qilgan edik. O'zingiz ham adashmasam qilgandingiz, lekin sxema bilan buni tushuntirmagan edik. Mana endi siz buni sxemasini ham chiza oladigan bo'ldingiz. Aziz o'quvchilar, foydali reklama. YouTube'dagi bepul darslarimizning 3-qismi, ya'ni tranzistorlar mavzusining pullik darslari tayyor. Azizlar, bu darslarni ushbu Telegram manzil orqali sotib olishingiz mumkin. Bu darsda siz 40 daqiqadan oshiq vaqt mobaynida tranzistor haqida real amaliyotlar va sxemalar yordamida chuqurlashtirilgan bilimlarga ega bo'lasiz. Azizlar, mana bu joyga qidiruv tizimiga yozamiz EasyEda deb. EasyEda sayti chiqadi va bu saytga tashrif buyuramiz. Mana kirdik. Endi azizlar, bu yerda birinchi o'rinda registratsiya qilmaymiz, login orqali birato'la kirib ketamiz, ro'yxatdan o'tmaymiz. Sababi, agar sizda Google account bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatdan o'tish shart emas. Bizda Google orqali kirish imkoniyati bor. Mana sign in tugmalarini bosmaymiz yoki yangi account hosil qilmaymiz. Biz sign in with Google orqali kiramiz. Akkauntimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana bu joyda продолжить tugmasini bosamiz. Biroz kutamiz. Qarang, orada mana shunaqa xatolik ham chiqadi, lekin bu yuklanaversin. Hozir biroz ochilishi qiyinroq azizlar, ya'ni ozgina sabr qilishga to'g'ri keladi. Sababi juda ham ko'pchilik insonlar bu saytdan demak foydalanishyapti dunyo bo'ylab. Agar juda ham ko'pchilik odam foydalansa, serverlar qotishi yuzaga keladi. Bu yerga o'zimizni ismimizni yozishimiz kerak, ya'ni bizni mana bu yoqda ism familiyamiz turishi kerak. Mana joyga tichka qo'yib qo'yamiz. Personal bosmaymiz, lekin siz buni bosasiz. Men learning and teaching ga bosaman. Next. Xo'p, bu yerda nima uchun ishlatasiz deyapti. Men create some schematic diagrams ga bosdim. Ya'ni beginnerga bosib qo'yaman. Mana shunday qilib. Organizatsiyangizning nomi, tashkilotingizning nomi nima deyapti? Men o'zim familiyam bilan school deb yozib qo'yaman. Mana shunday qilib next ni bosdim. Xo'p, endi men standart
design online deb bosishim kerak. Client downloadsga bosmaymiz. Design onlinega bosamiz. Chunki biz web dasturi orqali ishlash niyatimiz bor. O'zini dasturini desktopga yuklamaymiz. New projectga bosamiz va new project tugmasiga yana bir marta bosamiz. Mana shu tarzda. Mana biz platforma ichiga kirib oldik, azizlar. Endi bu yerda new project tugmasini yana bosishimiz kerak va loyihamizning nomini qo'yamiz. Hozir holatda biz LED keyin chiroq deb nomlaymiz. Qarang, yaxshisi pastki chiziqcha bilan yozgan yaxshiroq. LED chiroqcha, demak yoqish deb yozamiz. Description sharh qismiga loyihamiz haqida, bu loyihamiz nima haqida o'shalarni kiritib ketsak bo'ladi. Men hozir bu yerda bu loyihada LED chiroq, rezistor va quvvat manbaining sxemasini chizamiz deb yozib qo'ydim. Save tugmasini bosamiz. Chap tomonga e'tibor bering. Board 1 schematik, keyin biz schematikni ochib mana buni bosishimiz kerak bo'ladi. Mana shu tarzda ko'rinadi bizda, azizlar. Mana shu tarzda ko'rinadi. Endi nima qilamiz? Qarang. Mana bu yoqda library degan tugma bor. Bosamiz. Bu yerda ish stolimizga biz LED sudrab kelishimiz kerak. Qarang, rezistorlar, har xil turli xil komponentlar bu yerda bor, sensorlar, mana konnektorlar, xullas juda ham ko'p komponent bor. Biz LED deb yozishimiz kerak bo'ladi. LED deb yozamiz va qidiruvga bosamiz. Mana bizda LEDlar chiqyapti. Birin-ketin birinchisini olaveraman. Mana to'g'ri keladi bizda sxemamizga. 2 marta ustiga bosishim kerak bo'ladi. 2 marta bosgandan keyin biroz kutasiz va sizning LEDingiz chizmasi, ya'ni sxemada paydo bo'ladi. Mana bitta bosib qarasam, ikkinchisi ham chiqib qoladi. O'yin tugmasini bosib o'rsangiz yo'q bo'ladi. Mana shu tarzda. Yaqinlashtirish esa sichqonchani balonchasini aylantirish bilan bo'ladi. Mana bizda endi qarang, pastki yozuvni yo'q qilib tashlash uchun ustiga 2 marta bosib, o'chirib yo'q qilib tashlaymiz. Bu turaveradi LED 1. Keyingi qadamda biz siz bilan rezistor qidirishimiz kerak. Yozamiz rezistor deb yozsak, rezistorlar chiqadi. Biz mana qarang, qidiruvni bir marta bosamiz. Mana bu yoqda rezistorlar chiqyapti. O'ng tomonga e'tibor bering. Mana bu joyga rezistorning chizmasi va platadagi chizmalarni ko'rsatmoqda. Shuni ustiga 2 marta bosdim. Mana rezistorimiz ham chiqdi. Uni mana bu joylariga taxminan shu yerga joylashtirib olamiz. Bir marta bosib, sichqoncha o'yin tugmasini bossangiz mana bu yo'q bo'ladi. Hozir yana qo'shimcha bir nechta rezistorlar joylashtirish mumkin bo'lgani uchun shunaqa chiqadi-da bu. Endi bizga kerak quvvat manbai. Agar biz DS deb yozsak, quvvat manbai chiqadi, lekin qarang, boshqacha ko'rinishlarda chiqyapti. Lekin bizga yumaloq va ichida plusi bor, minusi bor. DS doimiy quvvat manbai 5 voltlik kerak edi. Bu yerda u yo'q. Plus 5 deb yozsam ham u hozir bu yoqlarda chiqmayapti. Ko'rib turibsiz. Boshqa narsalar chiqyapti, lekin u yo'q. Endi bu holda nima qilish kerak? Volt ham deb yozib ko'raman. 5 volt deb yozib ko'rsam ham yo'q. Baribir chiqmayapti. Endi topish uchun balkim ko'p qidirish kerak, lekin men osonroq yo'lini tutaman. Buni o'chiramiz. Qarang, biz o'zimiz yumaloq shakl orqali, ya'ni libraryning ustiga bosib yopiladi. Yumaloq shakl orqali mana bu yoqda bor. Chizib olsak bo'ladi. Keling, tayyor qilib mana bu yoqda o'zimiz chizib olamiz sxemamizdan. Demak, menga yumaloq shakl kerak edi. Sichqoncha o'yin tugmasini bosaman. Birato'la tekstiga bossak ham bo'ladi. Mana plus belgisini qo'yaman-da, rang tanlayman. Qizil rang tanlab qo'yaman. Ya'ni bu boltni ham bosib qo'yib, mana bu joyda bu hozircha o'zini qoldiramiz. Endi
place tugmasini bosamiz. Bosganimizda mana bu joyga o'rnatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Pastga ham o'rnatib, buni minusga aylantiramiz, ya'ni GND bo'ladi bu. Endi buni ustiga 2 marta bosamiz, o'ng tomondan sozlashimiz mumkin bo'ladi. Mana bu 0,1 inch deb yozilgan joyda 0,1 ni keling biz siz bilan 4 qilib ko'ramiz. O 4 juda ham katta bo'lib ketdi. Keling buni deylik 3 yo'q, yaxshisi 2 qilamiz. Mana 2. Endi menimcha juda ham chiroyli bo'ldi va yaxshi bo'ldi. Keling endi bunga kirib plyusni minusga aylantirishimiz kerak. Aylantirdik. Endi buni rangini ko'k qilamiz. Qarang. Hozir 1 daqiqa ko'k qilamiz buni. Mana ko'k qildim. Qarang, sezilmaydi. Bir marta boshqa joyga bossak, mana ko'k bo'ldi. Endi buni ham o'lchamini sal kattaroq qilib olishimiz kerak. Mana bu ko'k bo'lib turibdi. O'rtaga qo'yib olay. Keling, ozgina kamaytiramiz. 3 qilamiz. Mana, zo'r tushdi. Ana tayyor bo'ldi. Bizda bu o'sha doimiy quvvat manbaini plyus va minus edi. Endi biz mana bu joyga qarang. Bizda endi simlar tortishimiz mumkin bu bilan. Nuqtalariga bosasiz. Sichqonchani balonchasini aylantirsangiz yaqinlashadi va nuqtalarni aniq tanlab bitta bosib bu tomonga qarab tortib ketamiz. Hozir bizni yumaloqimizga to'g'ri kelib qolyapti, bu chiroyli chiqmayapti. Sichqonchani o'ng tugmasini bosib buni endi yo'q qilamizda, yo'q qildim. Endi ozgina pastroqqa tushiramiz azizlar. Mana qarang. Ozgina pastroqqa tushirishimiz kerak. Mana shu tarzda pastroqqa tushirib ko'k tanlanmay qoldi. Endi tanlandi. Ko'kini pastroqqa. Nega pastroqqa? Sxemamiz chiroyliroq chiqishi uchun mana shunday qilyapman. Rezistorni ham ozgina pastroqqa qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi keling, yana boshqatdan simni tortishni boshlayman. Mana bu yoqqa bosaman. Sekin bu tomonga yurgizaman-da, bir marta bosib, pastga qarab bosaman. Sichqoncha o'ng tugmasini bossam, mana shu yerda to'xtaydi. Bo'ldi. Endi bu tomondan liniya tortaman, qarang. Bizda katoddan endi rezistorga qarab liniya tortiladi va rezistorning ikkinchi uchidan esa men minus GND ga qarab chiziq tortaman. Yana buni bosishimiz kerak. Va bu yoqdan qarang, mana bu yoqdan tortib qayerga olib boraman? Mana bu minusga olib boraman. Bosdim. Sichqoncha o'ng tugmasini bosdim. Qarang, endi yaqinlashtirdim. Mana bu qo'lcha qachon chiqadi? Balonchani bosib yurgizadigan bo'lsangiz, qo'lcha chiqadi va siz uni bu yoqqa boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Endi qarang, keling biz mana bu joyda file degan joyga bosib, exportga kirib, mana bu yoqda PDF image degan joyga bosamiz. PNG ni tanlab qo'yamiz. Rasm formatida biz chiqarmoqchimiz va export tugmasini bosamiz. Export tugmasini bosganimizda azizlar qaranglar. Men downloadsga emas, pictures, ya'ni rasmlar degan bo'limga saqlamoqchiman va save tugmasini bu yerda rasmlar degan papkamiz ichiga save tugmasini bossak, bizning rasmimiz o'sha joyga saqlanadi. Mana kirib ko'ramiz, mana u saqlandi. Endi azizlar, qaranglar. Ochib ko'radigan bo'lsak, qarang, bizga kerak emas narsalar paydo bo'libdi-da. Mana yaqinlashtiradigan bo'lsak, pastda schematik degan jadval paydo bo'lgan, qanaqadir kerak emas va chekkalarida mana shunaqangi qizil liniya paydo bo'lgan. Bu bizga umuman kerak emas edi. Endi keling, o'shani yo'q qilishni o'rgataman. Buni o'chirib tashlayman. Delete tugmasi bilan. Qanday qilib yo'q qilamiz? Ozgina uzoqlashtiraman. Mana qarang, pastda bizda jadval bor va ramka bor. Uni yo'q qilish uchun ozgina pastroqqa hozir 1 daqiqa mana bu yoqqa chap tomonga loyihamizga bosib olishimiz kerak. Mana bu joyga bir marta bosdik.
Mana endi qarang, pastga tushaman. Mana joyda title block bor. O'sha yerda showni bitta bossam, ya'ni ptichkasini olib tashlasam, bu jadvalchamiz yo'q bo'ladi. Keyingisi border show bor, uni ham bosadigan bo'lsam, ya'ni chegara chiziqchalari yo'q bo'ladi. Azizlar, lekin eng yaxshi yo'li tepada mana bu joyda hozir driving degan joy bor. Hozir mana bu joyda X ni bir marta bosib o'rsangiz bo'ldi. Sizda o'sha mana X ni bosib o'rdim, ko'rdingiz? Hamma narsa yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni bizning rasmimizni, ya'ni mana bu sxemamizning o'zi qoladi. Bu eng qulay yo'li. Agar biz endi eksport qiladigan bo'lsak, file, export keyin PDF, PNG qilib endi eksport qiladigan bo'lsak, bu avtomatik tarzda endi bizga mana shu sxemamizni o'zini hech qanaqa ramkalarsiz, mana ko'rdingiz, hech qanaqa ramkalarsiz o'zini rasm shaklida chiqaradi. Lekin bitta minus tomoni bor. Keling yaqinlashtirib ko'ramiz. Mana qarang. Qanday ham xunuk, mana piksellar bilinib yotibdi. Bu yaxshi emas, ya'ni pechatga bersangiz ham chiroyli chiqmaydi. Endi qanday yo'l tutamiz? Azizlar, buni ham yo'li bor. Keling, buni o'chiramiz, buni ham. Yo, propertiesini ko'rsatyapti. Details 374 pikselga 148 piksel holatda bizga chiqaribdi. Bu yaxshi emas. Bu o'chirdim. Endi qanday qilib biz tiniq qilamiz? Qarang. Export qilamiz. Yana PDF image ni bosamiz. Endi bu safar SVG shaklida eksport qilamiz. SVG nima? SVG bu sifrovoy rasm hisoblanadi. Hammasi ham raqamli rasm, lekin SVG kengayuvchan xususiyatga ega. Mana. SVG shaklida chiqarib oldik. Sichqonchani o'ng tugmasini bosib, har doim esingizda bo'lsin, OpenViz yordamida Google Chrome orqali oching. Nega? Yaxshi brauzer, shuning uchun mana Ctrl-ni bosib turgan holda ballonchani aylantiramiz. O'shanda bizda mana qarang, brauzerning ichida kattalashadi bu. Qarang, kattalashgan sari xiralashmaydi, tiniqlashadi, tiniq bo'lib turaveradi, chunki SVG formatining xususiyati shunaqa. Mana bu joyda ozgina artefakt diff mana bu yo'lda bizda ozgina xato bo'libdi, mayli. Endi Shift S ni bosamiz. Shift S ni bosganimizda F11 ni bosganimizda va Shift S ni bosganimizda mana shunaqa chiqadi. Biz uni mana bu tarzda belgilab nima qildik? Kesib oldik. Bizda qaychimizning belgisi chiqmadi. Keling, yaxshisi mana bu yoqdan qaychi yordamida kesib olamiz. Mana pastga tushaman. Qaychimiz qani ekan? Mana qaychimiz. Xo'sh. Mana bu yoqda ekan, bosdim. New tugmasiga bosaman. Va mana shu yerni o'zida chizib ko'rsataveray. Mana hozir mana bu yoqdan mana shu joydan kesib olamiz. Taxminan shu yerlardan kesib olamiz. Mana qarang. Qo'yib yuboraman. Qo'yib yuboradigan bo'lsam, bizda qaychi nima qiladi? Buni kesadi. Qo'yib yubordim. Mana kesdi. Endi saqlanib tugmachasi bor. Mana saqlash tugmachasini bosamiz va uni saqlab qo'yamiz. Qayerga? Yana picturesga. Mana PNG formatda save ni bosamiz. Ana endi uni tiniqligini bir tekshiramiz. Qani? Endi xiramikan yoki tiniqmikan? Mana u 2 marta ustiga bosdim. Qarang. Ana endi ancha tiniq, ya'ni juda ham tiniq desa ham bo'ladi. Ana endi buni chop etsak bo'ladi yoki saqlab qo'ysak bo'ladi rasm ko'rinishida ham bu sxemamizni. O'ylaymanki tushundingiz ketma-ketlikni. Siz ham albatta bajarib ko'ring, buni qiyin narsa emas. Endi keling, yana bitta usulini ko'ramiz. Hozir F11 ni bosdim. Brauzer kengaydi va PRTSK degan tugmangiz bor tepada. O'sha PRTSK degan tugmani bitta bosdim. Va mana bunaqangi yulduzcha chiqsa agar sizda uni
ekranni, butun boshli ekranni mana shunday qilib bitta kesib olib turib saqlab qo'ysangiz bo'ladi Ctrl+S yordamida. Mana endi yana Pictures degan hop bizda bo'limga bosamiz. Mana va uni nima qilishimiz mumkin ekan, yana nomini o'zgartiraylik. Keling, mana sxema deb yozaylik. Sxema va save tugmasini bosamiz. Ana endi biz hozir butun ekranni kesib olgandik. O'sha narsani mana joyda papkaga kirib, hozir 1 daqiqa. Papkaga kirib siz bilan ko'ramiz. Mana. Mana sxema. Ochib ko'raman. Qarang, juda ham tiniq, juda ham ajoyib. Zo'r. Aziz o'quvchilar, charchamadingizmi? Mana siz bilan 4-darsimizni ham yakuniga yetkazdik. Bu darsimizda siz sxemani qanday chizish kerakligini o'rganib oldingiz. Endi to'g'ri, bu darsimizda sodda elementlarni, sxemalarni chizdik. Ya'ni avvalgi darslarimizda o'rganganlarimiz LED chiroqlari, rezistorlar, kondensatorlar va hokazo. Kelajakda har bitta o'rgangan elementimizni, ya'ni u sensor bo'ladimi, mikrosxemalar bo'ladimi, yana boshqa turli xil qurilmalarni biz asta-sekinlik bilan sxemada qanday chizilishini o'rganib boramiz. Bu sizni ya'ni moslashishingiz uchun, keyin qo'rqib ketmasligingiz uchun mana shu yo'lni tutamiz. Asta-sekinlik bilan biz murakkablikka qarab boramiz. Ana shunda o'ylaymanki, hammasi juda ham yaxshi bo'ladi. Ana endi agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ying. Like'larni ayamang, kommentariyalarda iliq fikrlaringizni kutib qolamiz. Ko'rishguncha xayr azizlar.